Korrupsiya bugungi kunda dunyo miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan global muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu illat har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazib, inson huquq va erkinliklarining poymol bo'lishiga olib keladi. Shu bois unga qarshi kurashish xalqaro ahamiyat kasb etib, jahondagi deyarli barcha mamlakatlar siyosatining eng muhim va dolzarb masalalari qatoridan joy olgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi mamlakatimizda ham kechiktirib bo'lmaydigan eng dolzarb muammoli masalaga aylangan. Ushbu yo'nalishdagi ishlarning muhim bo'g'ini sifatida keng ko'lamli targ'ibot, tashviqot ishlarini yo'lga qo'yish orqali aholi ongida korrupsiyaga nisbatan murosasizlik tuyg'usini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ommaviy axborot vositalari tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Ayniqsa davlat va jamoat tashkilotlarida keng aholi qatlami orasida jurnalistlar tomonidan tashkillashtirilayotgan uchrashuv va davra suhbatlarida korrupsiyaning ma'naviy ustunlarini yemirishi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy hayot uchun ulkan xavf tug'dirishi to'g'risida tushunchalar berilayotgani fuqarolarning bu boradagi huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Amudaryo televideniyesi tahririyatining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Qoraqalpog'iston bo'linmasi tomonidan moliyalashtirilgan Korrupsiya davlat va jamiyat taraqqiyotiga tahdid nomli grant loyihasi doirasida ham vakolatli davlat organlari bilan hamkorlikda ehtimoliy korrupsiya va ta'magirlik holatlarining oldini olishga munosib hissa qo'shish maqsadida targ'ibot, tashviqot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan loyiha koordinatorlari vakolatli davlat organlari xodimlari bilan hamkorlikda Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasi va unga qarashli bo'limlarda faoliyat olib boruvchi shifokorlar bilan uchrashib, ularning xizmat xonalariga "Sizga xizmat qilish mening vazifam, iltimos pora taklif qilmang. Men oilamni pora evaziga boqmayman. Men korrupsiyaga qarshiman" yozuvlari tushirilgan maxsus lavhalarni joylashtirdi. Shifokorlar bilan muloqot jarayonida tibbiyot sohasini korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish har bir xodimning zimmasidagi mas'uliyatli vazifasi ekanligiga alohida urg'u berildi. Shuningdek, grant loyihasi koordinatorlari Amudaryo tumani hokimligida faoliyat yurituvchi davlat xizmatchilarining ham xizmatxonalariga har bir fuqaro ongida korrupsiyaga nisbatan murosasizlik tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiluvchi maxsus yozuvli lavhalarni joylashtirib, xodimlar bilan korrupsiya illatiga qarshi kurash samaradorligini oshirish yuzasidan samimiy muloqotda bo'ldilar. Lavhalarga davlat xizmatchilarini halollikka chorlovchi yozuvlar tushirilgan. Qolaversa, davlat xizmatlaridan foydalanuvchilar agar zarurat tug'ilsa, maxsus QR kodni skanerlab korrupsiyaga qarshi kurashuvchi vakolatli davlat organlari bilan bog'lanishlari mumkin. Amudaryo televideniyesi tahririyati tomonidan amalga oshirilayotgan Korrupsiya davlat va jamiyat taraqqiyotiga tahdid nomli grant loyihasi doirasida bu kabi targ'ibot, tashviqot tadbirlari davlat organlari mas'ul xodimlari bilan bog'liq ehtimoliy korrupsiya va ta'magirlik holatlarining oldini olishga munosib hissa qo'shishga qaratilgani bilan muhim ahamiyatga ega.